Ketdi. Assalomu alaykum zamonaviy mebellar qadrli obunachilari. Navbatdagi Bravo modelimizni buyurtma asosida tayyorlab berdik. Razmeri uzunligi 1.70, divanimizning shu turish holati 1.70 cm. Materiali tibbiy materiali, Xitoy materialida qilganmiz. Buni qulaylik tarafi mexanizm orqali kravat holatga keladi. Ko'rishingiz mumkin. Shu holatda yana buni tegidan rossiyskiy mexanizm orqali yana qo'shimcha zdenkasi chiqadi. Ko'rib turganingizdek, joylarni ekonom qilgan holatda kerak payt kravat qilib, kerak payt divan holatida ishlatasizlar. Shu holatda ochilgan holatida uzunligi 1.95, enligi 1.70 cm tashkil etadi. Buyurtma asosida katta kichkina variantlarini qilib beramiz. Asosan bizning ishlar zakaz asosida tayyorlanadi. Xo'p, endi yig'ish uchun qulay. Bu holatda ham foydalansanglar bo'ladi. Mexanizm 2 xil, 3 xil poложениеda ishlaydi. Yig'ib qo'ygan holatida. Parallellari keladigan bo'lsa 22 plotnosda zdenkalariga 12 cm dan parallel ishlatganmiz. Karkaslari baquvvat, Tavriko rossiyskiy reykalarda, mexanizmi ham rossiyskiy mexanizm. Yana shu holatda, shunday qilgan holatda endi bunga qo'shimcha biz yengillik qilganmiz. Mana shu tarafiga rolik qo'yib berganmiz. Bu nimaga kerak? Mana shu devorga taqab qo'yish uchun mo'ljallangan. Shunday ko'targan holatda uylaydi. 2 kishi shu holatda kerak emasmi? Rolik orqali bemalol taqab qo'yib foydalansanglar bo'ladi. O'tirish ham juda qulay. Bemalol yelkalar tevyapti. Razmeri katta bo'lgani hisobiga bemalol zamonaviy mebelga murojaat qilasizlar. Nomerlarimizni eslatib o'taman. 94 600 0019 Bravo modelimiz.